Agarda siz semirishni yoki aksincha ozishni xohlasangiz yoki gijja muammosidan 100% qutulishni xohlasangiz, tanadagi oq dog'lar va psoriaz bezovta qilsa yoki bo'lmasa soqolingizni to'liq chiroyli o'stirmoqchi bo'lsangiz, unda bizga qo'ng'iroq qiling yoki Telegram imoda yozing. To'kilgan sochlarni ham qaytarish ilojisi bor. Eslatib o'tamiz, har juma kuni Rossiyaning barcha shaharlariga bepul yetkazib beramiz. Joriy yilning 10-yanvar kuni O'zbekiston prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashining kengaytirilgan selektor yig'ilishidan yozib olingan audio ozodlikka 30-yanvar kuni yetib keldi. Selektorda Mirziyoyev qiynoqlar haqida gapirdi. Andijon viloyatida odamlarning qiynash, xo'rlash, azob berish kabi zo'ravonlik yo'li bilan ko'rsatma olish holatlari hamon davom etmoqda. Bu to'g'risida albatta hamma eshitgan protivagaz Dubinka to'g'risida Andijonda rahbarlar Sobirov tajribasi katta, bekorga ma'lum yerga yubormaganman, ishonib yuborganman. Janob Palkov, bundaqa zo'ravonliklar bilan qatnashasiz. O'rtoq prokuror ham qaragan. Bundaqa o'yinlar Dubinka, protivagaz bu etsiz qo'llanmalar menga ma'qul emas O'zbekistonda. Butun dunyo qarab turibdi bizga. Har kuni O'zbekiston to'g'risida internetda 1000 tadan eng kamida 800 ta 700 ta maqola chiqib chiqyapti O'zbekiston to'g'risida. Har bir qadamimizda dunyo hamjamiyati nazoratda turibdi. Bu nima degani? Toshkentda 10 yoshli bola yarim tunda otasining Captiva'sini olib qochdi, avtomobil daraxtga borib urildi. Toshkentda 10 yoshli bola otasining Captiva'sini o'g'irlab ketib, tuman atrofini aylanib chiqqan deya xabar beradi Repost. Uchtepa tumanida yashovchi bola 13 va 14 kvartallar oralig'ida aylanib, avtomobilni daraxtga borib urgan. Hodisa oqibatida bolaga zarar yetmagan. Hodisa tunda sodir bo'lgan. Ertalab avtomobil ushbu kvartaldagi tarmoqlardan birida topilgan. Jahongir Ortiqxo'jayev Ahmed Demir $30 million investitsiya kiritish hisobiga Chorsu mehmonxonasini tekinga olgan. Ahmed Demir poytaxt markazidagi Chorsu mehmonxonasini rekonstruksiya qilish ishlari sust ketishida Toshkent shahar hokimligini ayblagandi. Turkiyalik ishbilarmonning mazkur e'tirozlariga Toshkent shahar hokimligi mutasaddilari javob qaytardi, deya xabar beradi O'zA. Ahmed Demir O'zbekistonga $30 million miqdorida investitsiya kiritish hisobiga poytaxt markazidagi Chorsu mehmonxonasini mutlaqo tekinga olgan, dedi Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev. Keyinchalik kredit olish uchun O'zbekistondagi banklarga murojaat qilgan, ya'ni u tashqaridan O'zbekistonga $30 million investitsiya kiritmagan. Mazkur masalada mutasaddilar yuqoridagi ma'lumotlar bilan cheklandi xolos. O'zA muxbirining endilikda Ahmed Demir talab qilgan qo'shimcha 3 gektar joy ajratiladimi yoki yo'q degan savoli esa ochiq qoldi. Farg'ona elektr tarmoqlari rahbari va bosh muhandisi qo'lga olindi. Departamentning Farg'ona viloyat boshqarmasi va DXX viloyat boshqarmasi xodimlari tomonidan o'tkazilgan tezkor tadbirda Farg'ona elektr tarmoqlari rahbari UK va bosh muhandisi IO qo'lga olindi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot xizmati ma'lum qildi. Ular xususiy korxonaga tegishli avtomashinalarga gaz quyish shoxobchasi hujjatlarini rasmiylashtirib berish evaziga $5500 talab qilgan. Shundan $4000 korxona bosh muhandisi M'dan olgan vaqtda ashyoviy dalillar bilan ushlangan. Mazkur holat yuzasidan UK va IO ga nisbatan Jinoyat kodeksining 210-moddasi 2-qismi VG bandlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari o'tkazilmoqda. Toshkentda 13 yoshli qiz o'zining o'g'irlanishini uyushtirdi. 29-yanvar kuni Mirobod tumani IIBga 39 yoshli fuqaro Umidga murojaat qildi, deb xabar berdi Toshkent shahar IIB matbuot xizmati. Fuqaro o'z murojaatida 13 yoshli qizi Oyqizning maktabga ketib, uyga qaytib kelmaganini ma'lum qildi. O'sha kuni soat 15:00 da qizning onasining telefoniga quyidagi mazmundagi SMS xabar keldi. Agar qizingni ko'rishni istasang, men senga aytadigan summani olib kelasan, yo'qsa uni qaytib ko'rmaysan. Olib borilgan tezkor qidiruv tadbirlari davomida voyaga yetmagan qizning qayerda ekanligi aniqlandi. Oyqiz Chilonzor metro
bekati yaqinidan topildi. Ma'lum bo'lishicha, oy qizni hech kim o'g'irlamagan, qizning o'zi o'g'irlanish rejasini tuzgan va amalga oshirgan. Oy qiz shu yo'l bilan ota-onasining e'tiborini tortmoqchi bo'lganini ma'lum qilgan. Qizning aytishicha, ota-onasidan undirmoqchi bo'lgan pullarni muhtojlarga berishni rejalashtirgan. Hozirgi paytda qizcha va uning ota-onasi bilan profilaktik suhbatlar o'tkazilmoqda. O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi etib qayta tashkil etildi va prezident administratsiyasi tuzilmasiga o'tkazildi. Bu haqda agentlikdagi axborot manbasiga tayanib, Gazeta.uz xabar bermoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev agentlikni qayta tashkil etish to'g'risidagi farmon va qarorni imzolagan. Idora Vazirlar Mahkamasi yurisdiksiyasidan chiqarilib, davlat axborot siyosatini ishlab chiqish va amalga oshirishdagi vakolatli organga aylantirilgan. Ommaviy axborot vositalarini rivojlantirish, matbuot xizmatlari faoliyatini yaxshilash hamda davlat organlari ochiqligini ta'minlash uning asosiy vazifalari etib belgilandi. Barcha davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari agentlikning axborot sohasidagi topshiriqlarini bajarishga majbur. Agentlik direktori davlat rahbari maslahatchisi o'rinbosariga tenglashtirildi. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan 57 yashar Sotliq Zulfiqorov Sovet zamonida kolxozda 24 yil ishlagan nogiron rafiqasiga qonunda belgilangan miqdorda pensiya to'lanmayotir deb arz qildi. Ozod mikrofon rukniga bog'langan tinglovchiga ko'ra, 24 yil kolxozning paxta dalasida ishchi bo'lib ishlagan turmush o'rtog'i Halima Mingliyeva shu kunda qonunda belgilangan 400 ming so'm miqdoridagi pensiya o'rniga 240 ming so'm olayotganini da'vo qildi. Hozir Sotliq Zulfiqorov bilan suhbatni tinglang. Mening turmush o'rtog'im Mangliyeva Halima Buxoro viloyati Qorako'l Ketmandagi qishloq fuqarolar yig'inida yashaydi. Ketmandagi qishlog'imda 133-uyda yashaydi. 2017-yil 16-yil pensiyaga chiqish kerakdi bu. 54 yoshda chiqdi. Chunki 24 yil staji bordi Mangliyeva Halimaning. Bu shu dokumentlari olib borsam ijtimoiy ta'minot bo'limi boshqarmasi aytyaptiki, Moira Rajabova 365 kun ish kuni bo'lmasa imtiyozli pensiya berilmaydi. 365 kun bo'layapti sizning yilingizda. Ama aytdim, qanday qilib 365 kun bo'ladi? Prokuror shanba bozor dam olsa, sizlar shanba bozor dam olsalaringiz, uning orasida bayramlar bo'ladi. Shanba bozor chiqarsak, 220 kun, 240 kun, 3 kun nima bo'ladi? Bayramlari chiqarsa 2 kun bo'ladi. Nimaga bunday hisoblar kolxozchiga desam, tuman hokimining qarori yo'qmish. Keyin bular tuman hokimi kechirasiz aka. Tuman hokimi nima deb qaror berish kerak ekan bu masalada? Tuman hokimi kolxozchi ayollara 180 ya 200 kun ish kuni bo'lsin deb qaror chiqarish kerak ekan. Lekin bu shu paytda qaror chiqarilgandi, kolxoz davrida chiqarilgandi bu 2000-yilgacha. 94-yilgacha shu qarorlar chiqib bo'lgan. Lekin bular qaror yo'q deyishyapti. Lekin ba'zilari shunday yordam qilib chiqarib o'tiribdi. Men o'zim pensiyadan Afg'on urush qatnashman, lekin mening shu paytdagi nimalarim qaror bor ekan, 200 kun, 240 kun bilan men pensiyaga chiqdim. Lekin turmush o'rtog'im 365 kun hisoblayaptilar. Endi hozir qancha olyapti shunda pensiyani? 220 pensiya olgan ekan, hozir 240 bo'ldi. O'zi qancha olish kerak sizning nazaringizda? Endi mening nazarimda bu 400 atrofida bo'lsa kerak. Buxoro viloyatining Qorako'l tumanidan bog'langan tinglovchi Sotliq Zulfiqorov bilan suhbatni eshitdingiz. Pensiya jamg'armasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Halima Mingliyeva agar qonunda talab qilingan zarur hujjatlarni to'liq taqdim etsa, oyiga kamida 400 ming so'mdan ortiq pensiya olishi lozim. Ayni paytda pensiya jamg'armasi mutaxassislari 1-oktyabrdan boshlab sobiq Sovet davrida qishloq xo'jaligi sohasida ishlagan oddiy ishchilar uchun pensiyani hisoblashning yangi tartibi joriy etilgani va bu davrda Mingliyeva kabi paxta dalasida ishlagan
keksalar pensiyasini qayta hisoblatish uchun ariza topshirishi mumkinligini bildirdi. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.